Shunda qilaylik Gulzara. Ayrılıp ketaylik. Bana bundan başka yol kalmadı. Meni tushunishingizga umid qilaman. Yo'q, Qaysar. Bu sizning rost gapingiz emas. Yolg'on. Yolg'on. Meningdan ayrilib ketishingizga sodi ishonmayman. Meni aldab. Yo'q, Gulzara. Men sizni aldamadim. Sizga vafosizlik qilish niyatim yo'q. Men faqat amalsizlikdanla bu gaplarni da'vataman. Anglamayman. Meni aldabyapsiz. Biz birlashgan-ku. Muhabbatimiz shunchalik mustahkam edi-ku. Bugun kichikgina reallik oldida. Nimishqa ajizlik qilasiz? Nimishqa ayrilib ketishni o'ylaysiz? Balam, sen uyga berib topshirig'ingni ishlagashtirgin. Men sal turib boraman. Bo'lay balam, gap anglig'in. Maktabdan hozirlik kelgan tursam, sizning yiningizda birdan turaychi, opa. Mayram olim. Voy, Umid. Mayram olim, yaxshi turdingmi? O'zingizchi? Yomon emas. Mayram olim, Umidning o'qish pulini vaqtida joylab berolmadim. Xafa bo'lib qolmaganlar. Kelar hafta cho'qim topshiraman. Eşqisi yo'q. Ümit men ahvolni dedi. Men sizlarni tushunaman. Ma'qul, men mangay. Xo'sh. Ümit, opangning gapini angla. Ma'qul. Mayram olim, xo'sh. Opa, Mayram olim bek yaxshi jumu. O'tama yoqqa. Voy, nim bo'ldi? Bugun qatoch oyog'i bog'iningni bir ko'rib boqay. Bu uyda yo men turman, yo sen tursan. Voy, nim bo'ldingiz? Meningmichi erkinligim bor. Bugun meni to'sayolmaysiz. Qatoch oyog'i bog'inim bog'in. Bormaysan. Boraman. Bormaysan. Boraman. Bormaysan. Men seni oldingda ermo emasmi? Hey. Sen texmin urg'udak bo'ldingmi? Men tijorat qilib pul tepib akirib beryapman. Xotirjam yashayapsan. Yana nomus qilmay meni urayapsan-a? Men sening pulingga muhtoj emas. Mening maoshim bor. Siz pullaringni nega bosa opa? Endilikda men topgan pullar siz top qilyapamda. Apang ağrıp yatqanda necha ming yuan pulni kim chiqadi? Heliqi rakkisel bo'lib qolgan tuqquningga kim yordam qildi? Vicdoning bilan so'zlab baqa qani. Bu uyni kim setib oldi? Kim zinnatladi? Bu oilani gullantirayotgan menmi yoki senmi? Ha? Baqa qani. Demak, Dodo, pulni so'qishmanglarchi, men sizlardan o'tinib qolay. Appa, men bugun hamma ahvolni Qaysarga dedim, biroq u nima qilishni bilmay gangirab qelyapti. Ularni qistimaylichi jinim appa. Sizmi mening baxtli bo'lishimni orzu qilasiz-ku? Hozir hamma odam bizni katta to'y qiladi deyishyapti. Agar ular biz degan narsalarni tayyorlayamsa, xalq olam oldida yuzimizni qandoq ko'tarib yuramiz? Mayli qarz olamdi, qarz olmamdi, nimali bo'lmasin, tizimlikdagi narsalarni taq qilish kerak. Siz obro' qo'g'ishyapsiz appa.
Ammo mening ko'nglimni ozroqmi tushunmayapsiz. Degim Qaysar hamma gapni aniq dedi. Oila ahvolini menga tushundirdi. Meni baxtli bo'lsin desangiz. Bu to'yni oddiy qilayli jinim oppa. Qizim, men sening obro'yingni deyapman. Hammasi sen uchun. Agar ularning bu to'yni cho'ng qilishga qurbi yetmasa, bo'ldi, Qaysar ishqingla ayrilib ketinglar. Yo'q. Qaysar bilan ikkimizning to'y ishi umrlik ish. Haqi ko'z qilib nima qilamiz? Bizning to'y ishimiz sizning atoq obro'yingiz uchunmi? Shu taneri. Nima ish qilyapsiz? Kiyimiz da'vatman. Hay, bu alvondan hajab qutlanmadingiz, ha? Sizga mo toz tas bo'ldi bu ish. Shun demamsiz Farhod. Bormisiniz texi? Borsangiz odamning usti boshlar qarab ketayotgan. Har qitimli qatochayda bir ishga hashamat xotinning kayniga kirib, bir qo'rdan yangi kiyim kiyish odatga aylanib qoldi-da. Hay, bu ayollar ajoyib bo'lib ketyapti. Aralashmasangiz jamiyatdan, odamlardan ayrilib qolgan. Kayningizdan o'sak so'z, g'iybat tugumagan. Aralashsangiz vaqt isrofchiligi, to'y-to'kun, qatoch deganlarning oxiri uzilmagan. Hammasi buzib chechish, hashamatchilik. Mana qarang. Bugun bir choy kiyib bag'dak, tuzuk kiyim topolmayapman. Hammasi oldingi choylarni kiyib bo'lganlarim. Aldirashchilikni kiyim ilishqim ulguramadim. Qanday qilasiz endi? Bakiyingizdan birini kiyib berib turmamsiz? Haras, mush havaran ko'ynikning sizga taz yarishidi-ku. Ashni kiyinga bo'lmasa. Ashni kiyib beravering. Bo'pti, mushni kiyaychi. Taz yarashdi. Xotinlar zangliqsi mayli. Shundaq yarashgan tursa, ular nima ish qilganini qiladi. Farhod, yiningiz nech pul bor? 300 ko'ydek bog'u deymi? Elang hamma yenimdiki bilan qo'shsam, choyga yetamdikin. Men. Qancha pul oldi? 1800 yen, yana 200 yen kam. 200 yen. Bu qitim qatochimiz aylanib bo'lsa, endi ikkinchi o'ynamayman. Bo'lmasa, uyda ishlatishga ep qo'ygan puldan qo'shib, cheyingizga berib kelmamsiz? Unda qilsam, shu pulni elib berib kelam ayri. Jamiyatga nurg'un ishlar odamning irodasiga boqmaydi ekan. Buni tushunishga bir muncha jarayon kerak. Hozir ba'zi nachar illatlar tahi jamiyatda urf-odat tushunib qo'yapti. Buningga ba'zi odamlar nafratlansimi, lekin ixtiyorsiz mush qaynamga kirib ketyapmamdi. Bo'ldi mayra, siz menga bering, kechib ketdi. Haras, o'tirishinglar tugadiganda menga telefon qilib o'tasiz. Men sizni og'il baraman, ha? Ma'qul. Xo'sh. Hey. Ularni saqlaymiz. Bo'lmasa vaqtimiz. Shunda qilaylik. Buningdan keyin choyga kechikib kelganlarga jarimani qo'yaylik. Shunda qilaylik. Jarimani qo'ygandan keyinchi boldir keladigan bo'ladi. Qanday dedim qizlar? 200 yendan jarimani qo'yaylik. Qo'y, yomon taqchi shu. Yubar keldi. Hay. Qanaqada yaxshilar. Ya Allah dilber mustaq kechikkan bormi? Yo'lingizni qarabchi, ko'zimizni tishlaylik dedi. Voy, yana shu aniq xafaligi bo'lmamdi. Qatochayga bormaysan deb men bilan kirishib qopdi. Hozir so'qishib, aybini berib qo'yib keldinglar. Uyda ahvoq deb qoldi. Erdigangacha shunda ketib qo'yish kerak. Bo'lmasa, top o'yinga minib oladi. Shu aniqmi? Hozir aytib ber. Dilber, kechib kelgan gunoyingizga, bizni mehmon qilib,
Hemimiz şundaq deyishdi. Bo'ldi. Chataq yo'q. Sizlarni mehmon qiladigan ish bo'lsa, mana men tayyor. Voy, kim? Ha, men Ozirbek qoldirashdim. Keyin so'zlashaylik. Ma'qul. Xo'sh. Buyurlar, yanfoningizni yana almashtiribsiz. Nima chiroyli? Ekranga ko'rsatay. Chiroyli ekan. Ha, bo'ladi ekan. Dilbar, bu yanfonni qanchaga oldingiz? 5400 yanga oldim. Arzon emas gap. Hozirgi yanfonlarning eng oldi. Dilbar, yuzingiz ishib qoldimi nima? Shundaqmi? Oye, shu tishim og'rib, chiqib o'xshaydi. Hey, qaranglar, Moira keldi. O'zali kechib keladi. Qanday yaxshisiz? Kechiringlar qizlar. Sizlar saqib qo'ydim. Voy. Gulzarma? Ha, qandaqroq qizim? Obdan turib o'tamsiz? Yaxshi, o'zingizning ahvolingiz-chi? Qachon qaytib kelasiz, dada? Qo'limdagi molni o'tkazib bo'ldim. Pulni olsamla 3-4 kunga qolmay Guangzhoudan qaytaman qizim. Chaqqanroq qaytib kelsangiz bo'ladi, dada. Men bak qangrab qilyapman. Nima? Qangrab qilyapman? Zodi nima ish bo'ldi? Men elig'indanga qizim. Sizga telefonda deyishga o'yilaman, dada. Qaytib kelganda xabar topasiz. Meni tushunishingizni so'rayman, dada. Apangizchi? Opam choyga ketgandi. Ha, bo'ptamsa. Ko'nglingizni yerim qilmay turing qizim. Men borgandan keyin so'zlashaylik, ma'qulmi qizim, ha? Ma'qul, dada, xo'shamsa. Nim bo'ldi? Kichvatmamla. Bilasizlar, men kichvatmayapman. Hammamiz kichvatdik mana. Qo'limdan qilmay. Kichikanga, azroq ishkanga. Moira har qatam shunday qiladi. Bugun ishmay baqsinchi qilib, qo'lini tutib bilib, og'ziga qo'yamiz. Moira, qani, qo'sha. Olmaydı. Ben biraz içemeye tükenmem. Cemden bozan sizlerle her gün yavrulaydı. Vay bu, Mayra. Hemimiz işçi vattınız bu. Ülüp gidirgan canığı çoğu içime. Hazı işçi, erlerinin gözüdür. O cağın tüvetgidek oynayınız. İşinsiniz, kandak ecilsiniz. İçime. Mayra bu, müşkündü fakat kanlaşmayla kaldı. Birden yankını elimde bu aldıramadım. Әмді ішімlikimi ішіреймәдісі. Әдегін әқіттәні көрсе, көзін юмып аламды, нейді? Ой-ey, bu biçarını tolu qiynamanglar. U yaqinda uy setib oldi, o'zim nakladi. Mashina yetkazamay vatid emasmi? Bo'ldilar, ishimiz Mayirani zo'rlamaylik. Yaxshi, bo'lmaydi. Bo'lmaydi. İşçime. Mayra degan qol sizda. Qani Mayra. O'sha kichik bitana. Yaxshi.
Dilber neymiş kımışında kılıda. Neymiş ki benim gipimni anlamaydı. Neymiş ki aileki kuyunmaydı. Onun aldıda ben erim o emes mi? Dada, keçi bop ketdi. Turun, öy kirip ketayli. Turun ha dada. Yo'q. Men bugün öy kirmayman. Apangızdan ko'nglim qattiq og'irdi. Apangız öyde o'zi yatsin. Men mishadiyatiman. Mas bop ketipsiz dada. Juring ha öy kirip ketayli. Ma'quldan jinim dada, juring ha. Juring ha. Sizlarning manga azroq ishchinglar og'irmaydi. Meni azroq moylab qo'ymaysizlar. Opam bu har kuni mehmondorchilikka ketadi. Siz bo'lsangiz ara qichib mas bo'lib oldingiz. Meni azroq o'ylab qo'ymaysizlar. Bu nima qilmoqchikan? Nima ishkanini kirib oldi, jiddiy chiqdi. Qilmoqchidan. Kim bor? Aqanch mas'ulsi bu? O mas'ul. Yadini bir berib qo'ya desam. Qanday olgan gap bu? Hey, taksi. Shundaymi? Nim qig'nikina uniki. Yelim yaxshi ko'nglim to'ygandek. Sizni og'il oldingiz kaptikanmi? Bo'lmagan bo'lsa qanday qilardingiz? Cho'pchon odamkan. Nomus qilmay kaynimdan qo'g'lab ketdi. Bak qo'qib ketdim. Mayra. Men hozirgacha sizga demagandim. Sizlarning o'ynayotgan bu chayinglardan bak nafratlanayapman. Ailemizning xotirjamligini buzdi. Hammamizni parakanda qilib etdi. Oxirgi bir choy qoldi. Shu tugisilar men hargiz o'ynamayman. Voy voy, naz qilmay ishchinglar. Ishchimiz, o'ynaymiz. Ko'taringlar. Qani, qo'sha. Xo'sh. Xo'sha, xo'sha. Xo'sha. Voy, Mayra qani. Abim sirtga chiqib ketyapti bu. Kirsi bilan tepishib eder, sirtga chiqib muhabbatlashyotamdi texi, ha?
Mayracu, kaçkan ger. Hazımı kaydı bilmeydiğen bir nemiken bu. Ya oynamasa, ya işmese. Bundaq adam qataçay oynayman degiçe, erinin qo'ynida yassı bo'lmamdi. Voy-ey. Bugün onun kiyipkega kuyunigin ko'rdinglarmi? Shundoq setgan. O'tganki qatachayg'im shu kuyunigin kiyib ketgan. Musim kep ketdinglar. Voy-ey, ketmamdi. U bo'lmasimicha o'zimiz qo'shaltirib o'tiraylik. Qani xo'sha. Voy, ishimda qiyib ketyapti. Kichik mashinamni haydayolmaydigan o'xshamamdimi? Mashinangizni haydayolmay qolsangiz bag'u, ma o'n xotin birlashib mashinangizni ko'chada ishtirib akitamiz. Qilamizsan. Qisqan sayindaqa. bir yerde ko'rgan. Lekin zodil esimga ololmayapman. Chiroyingiz shundoq tunishdi. Danga, nada uchrashgan bo'g'iydik. Voy dangay. Siz nima xizmat qilasiz? Siz deb aytma. Ismingiz nima? Dilbar. Nima ish qilasiz? Tijorat qilaman. Ben bu bayağı bir qarabla sizning tijoratchi ekanligingizni tanlagan edim. Rasma? Ben bu sizga o'xshash tijorat qilaman emasmi? Shundaqmi? Nim tijorat qilsiz? Dollarchilik qilaman. So'ramasam, ismingizni deb beray demaysiz-ku? İsmim Jaloliddin. Ben sizga telefon numaramni yana deb beray. Bak chiroyli ekansiz Dilbar. Alışıp etayli. Siz Mesut qapsiz. Meni xato tushunib qolmas. Hey, sizga ko'zim tushdi Dilbar. Xohlasangiz birlashib tijorat qilsakmi bo'ladi? Voy. Xotirjam bo'ling, kelishib qolamiz, ha? Sharqiy Şinjan rayonida teriqchilik, baxmchilik va bog'lanchilikni birlashtirish vaziyati şekillendi. Janubiy Şinjandagi 3 viloyat, 2 oblast va Turkman viloyati bunun an'anaviy dehqonchilik rayoni edi. Hozir bu joylarda chorvachilikmi tez rivojlandi. Janubiy Şinjanda katta, to'shqon, ot, bu qatorliqlarni asos qilgan alohida baxmchilik tez taraqqiy etilib, dehqonlarning kirimini ko'paytiradigan muhim yo'l bo'lib qoldi. Janubiy Şinjan va Sharqiy Şinjan rayonida bog'lanchilik tez taraqqiy qildi. 2001-yili avtonom rayonimizdagi bog' ko'lami 1 million 440 yetib tarixdagi eng yuqori seviyaga yaqinladi. Avtonom rayonning dehqonchilik nazorati teriqchilik boshqarmasining boshlig'i Beijing Temurmada dedi. 9-5 yillik plan mezgilida Şinjanning yezigiligi tez taraqqiy qildi. Bo'libmi kasb qo'yganlarni tashish va ishlab chiqarish tijoratni yo'l qo'yish jihatda o'z xarakterlik belgilar. Biz ko'p tijoratni yo'l qo'yib, dunyo savdo tashkilotiga kirgandan keyingi davlat ichi va xalqaro bozorlarning ehtiyojini moslashishimiz kerak. Bo'ladi amsa, men sizni ashada saqlayman. Ma'qul amsa, xo'sh.
Siz naytı gayretlik. İradiliktiniz o Qaysar. Müşkillerde sizge zada nim boldi? Adamga ümit beg'ishlaydigan bir eg'iz gapingizmi yo'q? Yoki mendan ayrilib ketmoqchi bo'lyapsiz? Yo'q Gulzar. Bundaq desangiz, meni xato tushungan bo'lsiz. Men sizni chin yuragimdan yaxshi ko'raman. Muhabbatimizni umr bo'yi qadrlayman. Lekin ishkimizning to'y ishi meni va oilamdagilarni bakli gangirtib qo'yotdi. Uydagilar yana 60 ming yon tayyorlasa, ondan bu to'yni qila olg'idekmiz. Siz o'ylab beqing. Buncha ko'p pulni biz nereden topamiz? Ota-onamni qarzga bo'g'ib etishga mening vijdonim ko'tarmaydi. Ota-onam meni cho'ng qilg'icha jiq-chapa chekdi. Yolg'iz malla emas. Yana ikki ukamni oliy maktabda o'qitish ishi bor. Buning hammasiga iqtisod kerak. Shunga hozirgacha hissiyotga, ko'ngilga emas, reallikqa bo'ysunishga majbur bo'lyapman. Mening gaplarim balkim sizga ig'ir tuyulayotgan bo'lishi mumkin. Mayli meni tillang, mendan nafratlaning. Haqiqiy ahvolni bilib qolganingiz yaxshi. Sizni tushunaman Qaysar. Siz boshdan oxir va'daga vafo qilib keldingiz. Muhabbatimiz uchun nurg'un badal to'ladingiz. Meni deb nurg'un haqoratlarga qoldingiz. Hozirmi butun niyatingiz bilan muhabbatimizni qo'g'dab qolmoqchi bo'lyapsiz. Lekin opam obro'yparastlik qilib bizning irodamiz, hissiyotimiz bilan hisoblashmay to'sqinlik qilmoqda. Men hammani tushunib yetdim. Opam katta to'y qilib, al-mahallada obro'y qozonsa, murodi hosil bo'ladi. Opamning o'ylaydig'ini faqat shu o'zila. Gulzar. 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 Ota-onalarning mushundaq mutassibligi, saxt shuhratga berilish tufaylidan nurg'un qiz yigitlar umrlik pushaymonga qilyotdi. Men mushuningdan ansirayapman. Agar opangiz o'z fikrida chin turib olsa, bizning ishimizmi qandoq bo'lib ketdi? Tugamas deb alamga qolamizmi? Yo'q, undaq demang Qaysar. Bular hammani hal qilolmaydi. Mal dunyomi hammani belgilayolmaydi. Biz faqat muhabbatimizga sodiq bo'lsaqlar, har qanday to'saqdan o'tib ketalaymiz. Dadam yaqinda qaytib keladi. Dadamga necha qaytim telefon qildim. Lekin hijil bo'lib bu gaplarni deyolmadim. Menimcha dadam bizning fikrimizga cho'qim qo'shiladi. Shundoq qilib yaxshiroq turmush kechiramizmikin deb yurtimizni tashlab Urumchiga chiqdik. Dastlabda Umidning dadasi bilan ikkimiz oshxonada ishladik. Keyin qassoblarga yollanib, kala qo'ylarning kalipa qalchaklarini sotdik. Umid 4 yoshga kirganda o'zimiz bir harva setib olib, o'z oldimizga ovqat qildik. Qo'limizga oz to'la pul kirib, turmushimiz yaxshilanayotganda Umidning dadasi tuyuqsiz mashina voqeasiga yo'liqib qazo qildi. Shuning bilan men tikandek yolg'iz qoldim. Nima qilishimni bilolmay shig'lidim, qaqshidim. Oxiri yurtimga ketay desam, meni qanot ostiga og'idek yo urug' tuqqanlarim yo'q. Shuning bilan mushada turib qolishga majbur bo'ldim. Turmushning hamma ig'irchiligi mening zimmamga tushdi.
Axir ümitni yetilib, haruvini so'rab, qiladiganligi ovqatning hammani qildim. Lekin mendek bir ojiz ayolning qurbi nimaga yetadi deyla? Tağda yülençik bo'ladigan er bo'lmagandikin. Qiynalsammi levimni tishlab, tirikchilik uchun midiravatdim. Mayra muallim, bugun bizni izlab kelib, bek yaxshi qiliblar. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Mening dunyolikda boşup tırlı oğlum var. Benim bütün ümidim. Boşu oğlumda. Seni onu yaxşı okutup koysana. Senin o dünya bu dünya hoş bulattım. Benim bütün arzuyum. Boşu oğlumdan. Ben oğlumni mendek namrat bechara bo'lqamiz ekan deb o'ylayman. Hey, kechida nega odam? Kechida nega odam deyapman? Oş. Odam najab qo'rqatda. Yurgim chiqib ketdi, tas qoldi. Hey, men sana gap qilyapman. Kechida zot nega odam? Voy, nega boratdim? Qatachaga bordim shu. Tong atqich qatacha o'yindingmi? Nemish kechida uyga qaytib kelmaysan? Bu oila sana kerakmi emasmi? Aycan, to'la kapishmay birdan turib turing, ha, pulni sanab olay. Gapimga javob beramsan, bermamsan? Kechida zot nada yurding? Agar rost gap qilmaydigan bo'lsang, yilbaka. Voy, voy. Voy, nimanda qilasiz? Voy, kash qilib bir do'stimning uyida qo'nib qolgandim. Shuningmi bunchaga qilib ketamsiz? Yolg'on aytyapsan. Yolg'on aytyapsan. Meni aldayapsan. Sen Bag'razning ko'ngli bu uyda emas. Sana balimi kerak emas. Nima deb mendek bir yaxshi ayolingizni tuhmat qilasiz? Men mushu oila uchun oz jafo chekyapman-ma. Nemishqi bularni o'ylamaysiz? Qarang, mush pullarni men topdim-ku. Dedin kechgacha pul deysan. Seni yo'qontayotgan mush pulg'o. Ola. Voy, to'ya pulga. Nima bo'ldi? Ola. Ola. Bu pul to'ymaydigan. Bu pullarni otma. Sana pulni bosib olanda. Ola. Bu pulga to'ymaydigan. Bunda choshma deyapti-mi? Men bu pullarni alchopada topdim-mi? Buni itoat qilni qara buning. Necha vaqtim bu yan? Sen mush pullaringni menga ko'z qilib og'zimni ochirmay kelding. Meni ahmoq qilding. Ko'zga ilmiding. Bu qilganlaring ozdek. Haddingdan eshib kecha uyga kelmisan. Men bu dardlarni ichimga yutib, yilim chidab keldim. Seni o'zgartayotgan mushu nejis pul. Tugumas o'ltirish, oyig'i chiqmas qatashaygu. Mendan zerikkan bo'lsang, ipingni ochiq qil. Men sana eslib olmayman. Sendan ayrilganga o'kinib ketmayman. Şondaqmı? Seni tushunmayotganman. Bilmay uy tutib ketganman. Bugun ahdi bashara oshkora bo'ldi. Sen o'zgaribsan. Butunlay o'zgaribsan. Ko'zimdan yo'qolgan yo'q.
molim, Ümit yiqilib tushdi. Yiqilib tushdi? Hushidan ketdimiki? Molim, ana o yerda. Ümit gözün açama molim. Ümit, ko'zingni ocha. Sana nima bo'ldi? Uningga nima bo'lganini bilamsizlar? Bilamiz, boya biz bilan o'ynab yetib, tuyuqsiz yiqilib ketdi. Bizmi uning nima bo'lganini uqmay qoldik. Sen berib apsiga xabar qil. Ma'qul. Tez doktorga boraylik. Ishkinglar men bilan beringlar, qolganlar dars kiringlar. Ma'qul. Yuringlar dars kiraylik. Ümit. Mashina qarab o'tinglar. Ümit, ko'zingni ocha. Tekshirishning natijasi chiqdi. Bu bola oqqandanchilar ko'payib ketish keslik giribtor bo'pti. Ahvoli pek ig'ir ekan. Darhol bolni yetmisi bo'lmaydi. Nima? Nima dedingiz? Bu bola qandaqsiga bu kasalga giribtor bo'lib qolgandi. Endi qandaq qilamiz? Darhol tayyorlik qilib, bolani vaqtida bolni yetkazinglar. Hargiz kechiktirishga bo'lmaydi. Hozirgi mo'ljarda 120 ming yuan tayyorlasanglar bo'ladi. Nima? 120 ming yuan? Balkim bu pulmi yetmasligi mumkin. Ideyada cho'qim yaxshi tayyorlik ko'rib qo'yinglar. Doktor, uning dadasi o'lib ketgan. Ojiz birli onasi bor. Ailesi to'limi qiyinchilikda o'tyapti. Bunchalik ko'p pulni uning onasi hargizmi to'layolmaydi. Men doktorxona rahbarligiga inkas qilay. Imkoniyatning boricha yordam qilishi mumkin, lekin ko'p yordam qila olmaydi. Ma'qul, shundoq bo'lsin. Canım apa, gepimni anglang, ma'qulmi? Qaysar bilan ko'rishsangiz, o'zingizning obro'yi to'kilib ketadi. O'rib odat nuqtasidanmi bu intayin uyatliq bir ish. Apa, o'tinib qolay, ma'quldan. Men bugun uning bilan bir ko'rishib, ochiq gapini anglab baqay. Ota-onasini qoyil qila olamdi, qilamamdi. Agar seni aldab, to'yni oddiy o'tkazman desa, bu uning uxlab tushi. Ondaq odamga beradigan qiz yo'q. Hey, Gülzar! Gülzar! Hey, to'xta! To'xta deyapman. Nega boratding, ha? Unda qarsiq gap qilmang apa. Ularni yaxshi tayyorlik qilyapti-ku. Lekin siz setpagan to'ylar qadrini bak eshib ketdi. Shu narsalarning hammasini elishga to'g'ri kelsa 60 ming yuan ketadi ekan. Siz o'ylab beqing, buncha ko'p pulni ular nerdan topadi? Nerdan topadi? Nerdan topsa topmamdi? Qarz olsin. Qarz ilib, katta to'y qilganlarmi shular o'xshash odamlar-ku. Apa, siz shundaq deb yurib, hamma ishni qalaymiqan qilyaptingiz. Qaysar ikkimizning munosabatigimi tog' tushirdingiz. To'yni qilmay turib, shundaq ko'ngilsizlik yuz bersa, keyin qanday qilamiz? Siz meni baxtli bo'lsin demsiz yoki bir umr dard alam tassin deb o'ylamsiz. Necha aydan buyon meni qistab qilmaganlaringiz qanmidi? Ularning elchilarini necha qitim haydayaptingiz, haqoratladingiz. Bularni az deb bugun kunga kelganda meni aldab Qaysarning idorasiga keldingiz. Sizning maqsadingiz zodi nima, apa? Biz yoshlarning yashash huquqimiz yo'qmi? Men bag'ansir tushunyapman, apa. Siz pul, mol dunyo, obro'yni o'ylaysiz, lekin mening kelgusi turmushimni, keyingi taqdirimni o'yinchi qatorida ko'ryapsiz. Meni saxt shuhrat, shaxsiyatchilik, obro'yparastlikning qurboniga aylantirmoqchi bo'lyapsiz. Mening istiqbolimni, baxtimni nobud qilmoqchi bo'lyapsiz. Og'zingni yum. Qo'yib bersam deyotgan gapini buning. Men seni tug'ib cho'ng qilib,
Әмділікте тойынғым егі бұламайдығын халға түшіп қалдым ма? Мен шәхсиетчі, аш көз боп қалдым ма? Бұл кеп ағзыңның қандақ шықты? Саңа деп қойай. Әгер бұл той менің дегенімдек болмайдыған болса, бұл тойны бұзу етті мен. Қайсар ішкінланымы айрып етті мен. Мен түшендім, апа. Siz meni satmoqchi. Qul o'rnida satmoqchi. Mening hissiyotimni dafsanda qilmoqchi. Bundaq erkinlik bo'lmagan hayotni jah to'ydim. Gülzar! Gülzar! To'xta! Ferhat! Ferhat! Memeyede. Neymiş oldu? Bir o'quvchim oqqan keslik giribtor bo'lib qapti ekan. U hozir doktorxonada qoldi. Abla. Heli sizga gapini qilib bergan. Dadasi o'lib ketgan bolachi. Ha. Doktorxona darhol pul topshiringlar deydi. Maktabga borsam naq pul yo'q ekan. Shunga heli uydagi 5000 yuanning chekini menga bering. Men uni darhol doktorxonada yotqizib olay. Bo'lmasa uning hayotiga xavf yetadi. O balının apısçı. Onun da azraq pulu yo'qmi ekan? Apisi uyda yo'q ekan, topamadik. Men ketdim amsa. Azraq bir narsa yeb olamsiz? Kech qolsam ansirmang, ha? Men bilib boraymi ya? Yo'q bo'ldi. Dada, opam bilan ajrashib ketadigan bo'ldingizmi? Dada, sizdan o'tinib qolay. Opam bilan ajrashmang. Sizlar ajrashib kelsanglar, men qanday qilaman? Meni kim boqadi? Dada. O'tirdik ishlarni siz tushunmaysiz, qizim. Men amalsiz qoldim. Har qancha qilsam-mu, opangiz bilan chiqisholmadim. Shundaq bo'lgandan keyin Opamni yaxshi-ku, nima ish qo'yish bo'lib qoldingiz? cho'nglarning o'ylaganlari bo'ladi. Buni siz bilmaysiz. Men uzundan buyon sizni o'ylab sabr qilib kelgandim. Endi men bu azoblarga chidab bo'lamadim. Men sizni elib uydan chiqib ketsamla, xotirjam bo'ladi ekanman. Bildingizmi? Yuring, qizim. Dada, opam bilan birga turaylik-chi. Qizim, bu ishlarni siz uqmaysiz. Ey, kichikdi. Voy, qo'yib etding. Bo'ldi qiling. Qiyinliqini. Siz shundaq chiroyli ekansiz, Dilbirim. Men sizni haqiqatan yaxshi ko'rib qoldim. Meni shundaq behush qilib etdingiz. Dadingizni sarang olayli deb qoldim. Qo'llaringiz nima degan yumshoq. Bedenleriniz nima degan issiq. Ko'zlaringiz shundaq chiroyli ekan. Men sizni mangu suyman, Dilbirim. Voy, bo'ldi qiling. Qo'yib eting. Bundaq satlashmang, ha? Siz nemishqa o'zingizni mendan qochirsiz, ha? Menga ishonmayapsizmi ya? Men qarang, undaq emas. Mening sizga deydigan asroq gapim bor edi. Davring, nima gapingiz bo'lsa menga davring deyman. Men kichikina bir shirkat quray deb o'ylagan edim. Shunga iqtisodim yetishmayapti. Sizni yordam qilamdikin degan. Pulning gapimidi? Chataq yo'q. Men qarang, pul deganni sizdek chiroyli qiz cho'kkanlarga xashlamay kimga xashlaymiz? Maslikni deb qo'yayotgansiz, Aqjon.
Meyak keling ha suyumligim. Bana ishonmayaptamsiz? Men sizni aldamdiman. Mana eling. Qanchalik olsun mayli. Mana sizga berdim. Aramışıma şirketimge mi ayrim yardım kılasız? Yordam qilmamdigan suyumligim. Ko'ngil shirkati uchun mo ayrim mablag' sep turaman suyumligim. Polis geldi! Kızcak! Vay! Kendiniz kırıldayım mı? Polis geldi mı? Vay, Tursunayma? Ha, men Tursunay. Vay, men oldin xabar berib etgan-ku. Nimdep mashinani olib oldimga chiqmaysa? Asli men oldingizga chiqay degan edim. Lekin Gulzarga nima bo'ldi? bugun atigan uning bilan azroq tagishib qolgan edim. U bir parcha xat yozib qo'yib, hozirgacha uyga kelmayotdi. Uni izlab bormagan yerim qolmadi. Shunga aerodromga. Nima? Astagfirullah. Nima qilgandi bu balning? Nada yuradigan odamni ansirtib. Ha, men hozirli boraman ha. Ey, taksi! Mayra muallim. Silibek charchab ketdilar. Balığı özüm qaray. Öyleriga berib baramasılar. Hech vaqasi yo'q. Yana birdam o'ltiray. Helimiz siliga ko'p jafo silvetdik. Sili bo'lmagan bo'lsalar, kimga shig'lab, kimga yalviratdik. Ümitcan meni o'quvchim tursa, onunga kuyinish, onunga ega bo'lish mening majburiyatim. Qandaq dedim Ümitcan? Moyra muallim, men qandaq kasalkanman. Doktorlar nim deydi? Kesling ancha ig'ir kasal emaskan. Bir mezgil davolansang saqayib ketadi ekansan. Doktor seni xotirjam bo'lsin dedi. Men atala doktorxonadan chiqib ketaman muallim. Nimishqa? Muallim, oilamizning ahvolini sizmi bilasiz? Men bu yerda yetiversam, opamga tez bo'ladi. Opamni qiynab qo'yaman. Canım balam. Canım balam. Hürmetlik dada apa. Eng yangi, Öz eng erkinligim süzük, bo'lmagan eng mundaq esil hayotdan kino azoblanib filmlerini uyga ko'rib chiqib huzurlanmoqchi bo'lsangiz, Meni Arzu afv film qiling. salonimizda qo'shib Gulzar. eling. Hammani qilgan sen. Sening kasobitingdan oilada mushundaq so'riqchiliklar bo'lyotdi. Hey, tapaqa. Endi Gulzarni nereden tapamiz?
Qiz cho'ng qilib, onunğa ikki yig'iz gap qilamamdim. Men uni boshqaramamdim, ha? Men mushu ailemizning nam obro'yini o'ylayapman, qizimizni o'ylayapman. Oddiy to'y qilsak, xalq bizni zonliq qilmamdi. Nima ish qizonlik qiladi? Hey, sen bilasan-ku. Biz nima kunlarni ko'rmagan. Endi bugungi kunda turmushimiz yaxshilanib, qo'limizga ozroq pul kirsa, haddimizdan eshib, haq ko'tirib qo'yibsiz seliq solsak, ha? Ularni qarziga buqib o'zimizga uyat emasmi? Boshqalarni o'ylash kerak. Hamma ishning loyiqli bo'lgani yaxshi, xotin. Ularda bo'lmasa, biz ko'proq chiqmoqsaq bo'lmadimi, ha? Bolalarning baxtini o'ylaylik. Ha. Ularning erkinligi tanlash huquqi bor. Hozirgi yoshlarning ideyasi, yashash qarashi bizniki bilan hargiz o'xshamaydi. Ularga tarbiyami beraylik, azroq yo'lmi qo'yaylik. Mana bugun Gulzarning uydan yomonlab chiqishimi dal mush sababdan bo'lgan. Men Gulzarni mundaq qila deb o'ylamabdi ekanman. Gulzar asli ularga munchavala yon bosmasligi, o'zini bunchavala tuvan ko'masligi kerak edi. Qiz bola degan zot aqlsiz keladi ekan. Ha, bo'ldi. Gapni oz qilib, Gulzarni izlaylik, mana. Ko'nglingizni hargiz yerim qilmang. Umidsizlanmang Gulzar. Hayotimizdagi bu kichkina to'saqliq, azob bizning muhabbatimizni hargiz buzaytamaydi. Sadoqatimizni, orzu-tilaklarimizni o'zgartamaydi. Men bir qancha kundan buyon ko'p o'ylandim. Ota-onamga haqiqiy ahvolni tushuntirdi. Ular hozir ota-onangizning bu to'yga bo'lgan maydonini butunlay bilib yetdi. Shunga amalsiz taraf-tarafga chepib yurib, haqdan ostol qarz ilyotdi. Mayli qanchalik qarz bo'lib ketsakmi, bu to'yni qig'inimiz qilgan. Yo'q Qaysar. Meni deb ota-onangiz qarzga bo'g'ilib qolsa bo'lmaydi. Buningga mening vijdonimmi yo'l qo'ymaydi. Mush to'yliq tufayli ikki oila o'tirsida surkilish bo'g'ili bir qancha oy bo'ldi. Hozir bu ziddiyat bag'ansiri kuchayib ketyapti. Mana shuning kashilisidan sizmi bir muncha haqoratlandingiz. Texi bugun bir kun sirtlarda sarson bo'lib yuribsiz. Hatto o'livlish niyatigimi kapsiz. Mushularning hammasiga men sababchi Gulzar. Endi yana sizni azoblashni xohlamayman. Sizni umidsizlantirgan ba'zi gaplarimni o'ylasam, qattiq o'ylayman. Pushaymon qilaman. Men haqiqatan ojizmanman Gulzar. Sizni tushunaman Qaysar. Siz g'angirdingiz, amalsiz qoldingiz. Lekin menga ishonch va sevgi beg'ishlagan yana siz. Endi uyingizga telefon berib o'taylik. Ular ansirab ketadi. Apangiz Qaysar ozdirib ketdi deb yurmisiz yana, ha? Bu qiz nagimi ketgandir? Aqlsizlik qilib bir ish terib qo'ymasa bo'ladi-ku. Gulzar 2 kun bo'ldi, yanifimni ashmayotqili. Qaysarning chaqiriq nomerini bilgan bo'lsak, qo'shnini surishtirib boqarkanmiz. Meningcha Gulzar chuqum Qaysar bilan billa. Desam demasam bu chuqum Qaysar degan mening o'yini. Unda xos biz Udil Qaysarning uyiga berib boqaylik. Men Qaysarning uyini bilmasam. Voy! Gap qilmaydi-ku. Kim? Voy! Gap qiling Gulzar. Gap qiling, bo'lmasa ularni ansirtib qo'ysiz. Dada. Gulzarmi? Voy! Siz nada? Gulzar kel. Jinim qizim, siz hozir nada? Sizni izlab, bamg'ayrimiz qolmadi. Men hozir cho'ng ko'rikda. Mendan ansirmang dada. Men hozirla uyga boraman. Meni tushunishingizni so'rayman dada. Ha. Tushunaman qizim, tushunaman. Sizni inton yaxshi ko'raman. Siz ash o'rningizdan midirilmay turib turing, ha? Apangiz ikkimiz hozir sizni og'ilib boramiz. Bizni saqlang, ha? Bakana.
Şöyle baraylı. Bunun da genço. Onun ko'ngliga herkes azap etmiş bo'lma. To'yni qilib o'taylar bo'ldi. Voy, nima deyapsiz? Yo'q, dada, men ketmayman. Sizlar nimishqa ajrashib ketsizlar, dada? Nimishqa meni o'ylamaysizlar? Biz bir uyda tursak bo'lmamdi, jinim, dada. Yig'lama. Sizlar ajrassanglar, men yetim bola bo'lib qolmamdi. Bolalar shundoq deydi. Bu uy bilan bo'lgan munosabatimiz oxirlashdi. Endi yana bu uyda turaverishga bo'lmaydi. Bildingizmi? Jinim opa, meni yaxshi ko'ratdingiz-ku. Nimishqamdilikda meni tashlab etsiz. Ish bo'lib qoldingizmi-ya? Bizni nimishqa bu uydan qo'g'ilib etsiz? Nimishqa dadam bilan ajrashib ketsiz? Meni nimishqa o'ylamaysizlar? Endi men qanday qilmay, jinim opa? Mağma amal yok kızım. Amalsızlıktan uşundaq boldu. Sizni dep, öyünü dep sırtladı yürüdüm. Mana emdi dadamızga yaman boldum. Meni düşünüşünüzni sorayım. Balnaka. Dada, ketmayli, dada. Dada, ketmayli. Ketmayli. Dada, men ketmayman, dada. O'qituvchi, o'quvchilar diqqat. Hozir yig'inimizni boshlaymiz. Har qaysi sinf o'z o'rninglarda tartib saqlab turinglar. Savaqdoshlar, o'qituvchi ustozlar. Amdili 8 yoshga kirgan 2-yillik 1-sinf o'quvchisi Umid Ahmad oqqondan ko'payib ketish kesiliga giribdor bo'lib qoldi. U hozir do'stlik doktorxonasida jiddiy davolanyapti. Sizlar bilishinglar yoki bilmasliginglar mumkin. Savaqdosh Umid Ahmadning dadasi 4 yilning oldida qatnash voqeasida qazo qilib ketgan. Opasining muqim ish o'rni yo'q. Şunu ularning oilasi intayin qiyinchilikda. Odamning haqiqatan ichi og'riydi. Savaqdoshlar, hozir Umidning hayoti qil ustida turibdi. Uning hayotini qutqizib qilish mishada turayotgan hammamizning o'rtaq majburiyati. Men his qilyapman. Hozir hammamizning ko'nglimiz yerim bo'lyapti. Hammamiz onunga ish chaqirtyapmiz. Hammamiz uning balduroq saqayib maktabga qaytib kelishini umid qilyapmiz. Ammo uning hayotini saqlab qolish uchun nurg'un iqtisod ketadi, lekin oilasi buni ko'tarolmaydi. Savaqdoshlar, o'qituvchi ustozlar, Umidga yordam qo'limizni sunib, uni qutqizib olaylik. Umidga yordam qilgan narsamizning oz ko'pligi muhim emas. Muhimi bir tiyim bo'lsa-mu, o'xshashli ko'nglimiz. Tinchlikmi? Qandayroq? Bu yoq bizning maktab mudirimiz. Yaxshimisiz? Tinchlikmi? Bu yoq keling. Balning ahvoli qandayroq? Bir xil yotdi. Qachonroq uxlab qoldi? Yarim soatdek bo'ldi.
bu maktabdagi o'quvchilarning umidga qilgan azroq yordami. Rahmat Moyram. Rahmat sizga. Barliq maktabdagi o'quvchilarga rahmat. Men sizlarning bu qilganlarni herkes unutib qolmayman. Bu bizning majburiyatimiz. Umid saqib kelsalar, maktabdagi barliq o'quvchilarning ko'ngli xotirjam bo'ladi. Hozirgi ahvoldan qaraganda, yana nurg'un pul tayyorlamasak bo'lmag'idek. Endi jamiyatga murojaat qilmasak bo'lmaydigan o'xshaydi. Meningcha, jamiyatdagi bir qism oq ko'ngil, oliyjanob odamlar umidga cho'qim his-tashlik qiladi. Uningga yordam qiladi. Nəhayət bələm bopdu cuma. Voy, bu yerda nima ish qilamiz? Ay, nima ish qilatdiq? O'ynaymiz, juring ha? Shunda qilib Dilbar, uni toza bir joylabsiz-da. Siz bu bo'sh emaskansiz, Jumo, ha? Oningdan shunda qutulmay yurgandim-da. Oxiri o'z portlab chiqdi. Shuning bilan ayrilib ketdik. Turib pul tepib akrib bersam toza xashlaydi. Lekin mening qadrimni bilmaydi. Bundaq arni haydab etmaynim qildi. Siz bilan xotirjam orlashdi ekanman-da, ha? Meni aldab qo'ysangiz-chi? Xotirjam bo'ling. Mening ko'zim maltumdi. Agar siz menga ishonsangiz-da, men sizga ishonaman. Men sizni xato tunamagan Dilbar. Men maltuniyman. Manga berdigan heylik pulning ishi qanday bo'lib ketdi? Ey, beraman dedim-ku, cho'qim beraman, lekin ozroq kutishingizga to'g'ri keladi. Yana qanchalik vaqt saqlayman? Bir oyda tutib turing, ma'qulmi? Bir oydan keyin sizga cho'qim beraman, ha? Kichikgina yordam so'rab qo'ysam, ajabmi? Bu nasihatlaringiz tugmay ketdi. Qaraganda, menga pul berib turgingiz yo'q o'xshamamdi. Undaq emas. Qo'limda hozir naq pul yo'qib qoldi. Bu sizdan oyab o'ltiramdim. O'tgandimi qiziqchilikda bir munch pul bervatdim-ku, ha? Unutib qoldingizmi? Voy, undaq menga qilin. Qaytib keldingizmi? Ha. Qandaq oldu? Az-sula ümid bormi ya? Biz ishongan yerlardan pul chiqmadi. Men choy icham. Hozircha o'quvchilar i'ona qilgan pullarni opirib keldik. Yana yetmaydi ekan. Endi ular qandaq qila? Men nima qilishimni bilmayapman, Farhod. Doktorning gapi bo'yicha aytganda, umidni davolab saqaytishga yana 150 ming yen ketadi ekan. Buncha jiq pulni yig'ish osonmi? Mayra, mening Urumchi kesh gezitida ishlaydigan bir muxbir tanishim bor. Shuni izlab tepib, umidning kasallik ahvoli haqida keshlik gezitga bir maqola yozdiramdik ya. Buni ko'rsa, yordam qo'lini sundiganlar chiqib kelishi mumkin. Voy, bu bo'ldigan chora ekan-ku. Undaq bo'lsa shu muxbir bilan tezroq aloqa qilishing. Pulni vaqtida tayyor qilmasak, umidning hayoti xavf ichida qoladi. Meningcha, jamiyatga murojaatnoma chiqib qolmay, biz mu umidga yordam qilaylik. Heyli 5 ming yen puldan 2 ming yenni umidga iyon qilsa qandaq? O'quvchingizning hayotini qutuldirib qolish hammada muhim. Sizdan qandaq? Meni qo'llag'iningizga, meni tushunganingizga rahmat, Farhod.
Ümit bilen onun apisi. Hazır bütün ümidini bana bağlap duruvatıdı. Onunla yardım kılmasak bulmaydı. Bek yaxşı oylapsız. Haras. Bugün qatar çayımız var deb atatdingiz go. Aşı çaylik dostlarınızga da pekin bo'lmasa, ular bir navbatlik çayning pulini iyon qilib qolsa ajab emas. Ular qo'shilarmi? Ularmi inson-da. Ular bir navbatlik çayni o'ynamay, aşı restoranni buzib chiqqan pulni umidga iyon qilsa, inovat o'sidi. Jamiyatga obro'yim tiklandi. Necha ayning oldida cho'lchaklik 20 necha muallimning bir qatimda qatar çayning pulini qaysi bir maktabdagi qiyinchiligi ig'ir bolalarga iyon qilganligini televizorda ko'rsatdi-ku. Sizlarning qatar chaydagi ayollarmi insof kelib qolsa ajab emas. Menimcha ko'p sandiqsi qo'shildi. Eng süzük, eng esil kino filmlerini ko'rib huzurlanmoqchi bo'lsangiz, Arzu film salonimizga qo'shib eling. Oy. Ay. Bo'ldi. Qaçma. Qandaq yetişemedingizmi? Qarab turing, ha? Hozir tutib olaman. Tanmaysiz. Qandaq? Tutib oldimmi, ha? Gülzar. Ko'nglimdagi gapni deymi? Gülzar. Men sizni yaxshi ko'raman. Biz oxiri orzuyimizga yetadigan bo'ldik. Necha oydan buyon bugungidek xo'jal bo'lib boqmagan edik, ha? To'g'ri dedingiz Qaysar. Bugun mening ko'nglimni ballada yorib ketgandek bo'ldi. Dadam bilan opam oxiri bizni tushundi. Biz yangdik. Biz oxiri murodimizga yetadigan bo'ldik. Gülzar. Dada, nim buldunuz? Nimişqa uxlamaysiz? Eşne bulmadım kızım. Birden xiyal sürüp oturup kaptım ben. Bayatın apam çişimi kırıp kaptı. Uxlan kızım. Ətdə məktəbə barsız emasmı? Apamni köymegili xili boldi. Onu bek köygüm kep getdi. Apam nimişqa bizni köygili kelmeydi? Bu evde kaçangıç turumuz dada. Apam yalğız kaz kokkudu. Biz öz uyumuzga qaytib ketsek bo'lmamdi. Bo'ldi. Apam degan. Men sizga ne chiqdim tushuntirdim-ku. Kechiring qizim. Achchig'imda vaqirab saldim. Xafa bo'lmang, ha? Bulamda. Ati men sizni opangizning yoniga olib beraman. Uxlang, ha? Abba, Mayrem oğlum acep kömmeydi-gu. Onunla bugün nim bolğandı? Mayrem oğlumun bizni dep sırtı pul izlep jürüvatqandı balam. Äti kelişi mümkün. Beçer oğlumunga bek japa selevetdik. Eger o bizge başpana bolmagan bolsa, biz qandaqmı qılatdık? Mayrem oğlum bek yaxşı.
Mən çoğ bolğanda Moyra müəllimə oxşaş yaxşı müəllim bolaman. Onun bizga qilgan yaxşılıqlarını çoxum qaytırman. Topshirgan pulinglar ati bir kunga yetadi ekan. Darhol pulning amalini qilinglar. Doktor, biz Kötüreyli. Qani. Kim işmeydigan bolsa jazalaymiz. Qanamsa, qani. Qo'sha. Ha, qo'sha. Turinglar. Mening ikki qiz gapim batdi. Shuni davolay. Aslida bu xo'shal xoram o'tayotgan qatachiyimizning payzini buzg'im yo'qdi. Har qaysinglarni avar qilmay degandim. Ammo men amalsiz qoldim. Oxir sizlarga murojaat qilish niyatiga keldim. 10 kunning oldida mening bir o'quvchim Aqandanchilar ko'payib ketish kesili giribtor bo'lib, doktorxonaga kirib qoldi. Hozir ahvoli intayin og'ir. Jiddiy qutqazmasa hayotiga xavf yetadi ekan. Doktorning deyishicha, davolashga 150 ming yuan ketadi ekan. Voy, nimancha chiqdi? Shunga mening beshim qetib, gangirabli qoldim. U balaning ota-onasi bordi. Siz nima deb qayg'urib ketasiz? Yolg'iz apsili bor. Dadasi necha yilning oldida o'lib ketibdi ekan. Apsının xizmeti yo'q, tuzuk kirimi yo'q. Ularning turmushi intayin qiyin ahvolda, odamning ichi og'riydi. Hozir u balaning hayotini qutuldirib olish hammadan muhim bo'lib qoldi. Maktabdagi o'quvchilar 9 ming yuandan ortiq pul i'ona qildi. Lekin u pul hech nimaga dal bo'lanmaydi. Shunga jamiyatdagi saxovat egalariga sizlarga o'xshash onalarga tayinish niyatiga keldik. O'zinglarmi bilasizlar? Biz her qitimliq xata çayda nurg'un pulni buzib chechib etimiz. Mening ümidim bir qitimliq çayni az o'ynasak, bir qur kiyimni kam kiysak, oshi baliq yordam qilib, uni qutqizib qolgan bo'lsak, shunda qilaylik. Voy, nerdiki gaplarni qiladigan siz Mayra. Jamiyatdagi namratlarni biz yilab bo'lalamdiq. Kelar qitimliq xata çayning pulini u baliq iyoni qilib etsak, planimizga ta'sir etmamdi. Shu emasmi? Biz kelar oydagi qatachayni g'o'ljiga berib o'tkazmoqchi bo'lgan emasmi? Pullarni sizning o'quvchingizga iyoni qilib etsak, biz qanday qilamiz? Oktyabr bayramda g'o'ljiga berib toza bir o'ynab kelmamdiq. Degininglar-ku to'g'ri. Lekin ahvolning hayoti qil ustida turyotidi. Men amalsizlikdan davatman. Yordam qilish, yordam qilmaslik o'zinglarning ixtiyori. Hargiz majburlamayman. Haqqi bekorga beradigan pul nada turibdi? Qiziq gap bo'ldi-da bu. Rost gapimni desam-chi, men sizlarning ko'nglingizni ayabla, nurg'un vaqtimni isrof qilib bu choyga qatnashdim. Buzib chechish, isrofchiliklarni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Vicdanım azaplangan bo'lsa-mu, levimni tishlab chidab keldim. Bugungi kunda azroq yordam so'rab qo'ysam, ba'zilaringlar mendan og'rinyapsizlar. Pulimizni aysh ishiratga buzib chechishga rozi ekanmiz. Boshqalarga azroq yordam qilishni xohlamaydi ekanmiz. Bo'pti. Yordam qilmasanglar, ixtiyoringlar. Sizlarni bugun tushandim. Uzundan beri aralashib yurgan bo'lsaqmi, aramizdagi munosabat butunlay saqt ekan. Bugundan boshlab men sizlarning chiyinglarga qatnashamayman. To'xtang Mayra, men yordam qilaman. To'xtang Mayra, men yordam qilaman. To'xtang. Mayra ma'lumni ranjitib qo'yibsa, ozroq yordam qilaylik desang nima bo'ladi, ha? Namrat, ojizlarni yo'lash har qanday odamning majburiyatiga, insoniy burchiga. Jamiyatdagi qaysi bir namratlarni yo'lab bo'g'ili bo'lsin. Hey, esondan chiqib qoldimi? Bizmi ko'chada harov so'rab, saysetib, baqqalchilik qilib, nima kunlarni ko'migan, qanday qiyinchiliklarni tatmagan. Amdilikda qo'lingga 2 tal pul kirsa, o'zingchi haqlarni yaratmaydigan bo'ldingmi? Sana bu yo'g'onchilik kesili na'dim mushiqqandi? Ondaq bo'lsa, yurtdagi tuqqanlarga beraylik. Shularga yordamim bo'lib qolsin.
Nemanda g'araz uqmaydigan sen. U tuqqanlaringga necha qatim pul avatib berdik-ku. Endi shu og'riq balaga azroq yordam qilimizni sunsak yomon bo'lamda. Pullarni buzib chechishga ko'zing qiydi. Endi og'riqqa yordam qilaylik, qo'sqon og'ribatamda. Hey, Mayra malimning ishxonasi qaysidir? Yuring, men sizni kesib qo'yay. Mushu. Ana, o'zim borkan. Rahmat, ha. Mayra malim. Voy, Nurmamat kamg'o. Qanday ahvolingiz Nurmamat aka? Yaxshi, o'zingizchi. Qani o'tiring. Qanday Mayra, yaxshi turyapsiz? Yaxshi turyapman. Gezitga murojaatnomalarni ko'rgandim. Hozir u bolaning ahvoli qandayroq? Bir xil turyapti. Davolashni kuchaysa yaxshi bo'lib ketishi mumkin. Davolashga ketadigan iqtisodni tek to'plab bo'lamadik. Mana bu 10 ming yuan pulni shu bolaga yordam qilish uchun akeldim. Qani elang. Nurmamat aka, bu Qani elang. Mening bir shartim bor. Buni hech qanday gazet jurnalda tashviq qilmasanglar, bu mening shu bolaga qilgan xolis yordamim bo'lib qolsin. Elang. Rahmat Nurmamat aka. Bizni qo'llig'ingiz, bizni tushunganingizga rahmat. Nurg'un idora organlar, sizga o'xshash oq ko'ngil kishilar bizni qo'lladi. Bu pulning soni bek ko'pkan. Men sizni maktab mudirining ishxonasiga boshlab chiqay. Maktab mudiri xabar tep qolsin. Unda qolsin mayli. Mana her birisi 10 ming yuandan jami 50 ming yuan pul. Hozircha mashini ishlatib turing, ha? Siz 100 ming yuan akilman deb qo'yib, aran 50 ming yuan akaldingizmi? Hop, xisiq oltamchi. Asta bo'lmamdi, Dilbar xonim. Hozircha musha 50 ming yuanni ishlatib tursiz. Keyinchi ishimiz bo'lgandan keyin, ha? Bo'pti, rahmat. Hujjat yozib bermanmi, qandaq? Meni nima ko'ryapsiz? Men sizdan hujjat ep yursam, meni piqsiqkan deb qolasiz. Yil oxirigacha bir gap bo'lmamdi, ha? Aldirmang, ha? Agar uyda opangiz bo'lsa, meni zo'rlamay, o'zingiz kirib keting, bildingizmi? Zo'rlamayman, dada. Eng yangi, eng süzük, eng esil kino filmlerini ko'rib huzurlanmoqchi bo'lsangiz, Arzu film salonimizga qo'shib eling. Ishga ish boqamsiz ya. Opa, ishni iching. Kelgan qizimkan. Opa, Jim men turing. keldim. Ishni Satsizdan iching, kelgan o'xshaydi. Opa, ishni iching. Opangiz uyda yo'q o'xshaydi. Yuring qizim, ketaylik. Opam uyning telefon siminimi uzib yetibdi. Meni ko'gis kelmaga o'xshaydi, dada. Ya qizim, opangizning sirt ishi va o'xshaydi. Ko'nglingizni yerim qilmang. Men sizni tortxonaga olib berib, tortib beray. Bo'lamda? Yuring. Ajabim qo'rqib ketdimi?
Balning ahvolini qaraq. Bugun xeyli yomon emas. Maktab mudirimiz bugun alaydan Ümitni yo'qlab keldi. Keling. Maktabimizdagi barliq o'qituvchi o'quvchilar Ümitning tezroq saqayib chiqishini to'rt ko'z bilan kutmoqda. Hammaylar uning davolanish ishlariga ko'ngil bo'lyotdi. Jamiyatdagi bir qism oq ko'ngil oliyjanob kishilar uningga naqbul i'ona qildi. Mana bu hozircha yig'ilganlari. Jami 56 ming yuan. Oppo, jug'lumang. Bo'ldi jug'lumang, oppo. Ümit. G'am qilmay yaxshi davolanqin. Savaqdashlarimizni oldiroq saqib chiqishingni to'rt ko'z bilan kutyapti. Doktorning apangning gapini angla, ha? Bola. Ma'qul. Gülzarning to'y qilg'ini amdil 10 kun bo'lgan tursa, oldirmayroq mangsanglar bo'lmamdi. Men bu yerda so'z chechakning da'dida izzat tatib o'layli dedim. To'yni oddiy qildik deb obro'yimizni to'kib oldik. Mundaq so'z chechaklarni anglab oltag'icha g'uljig'i berib, kallamni sagitib kelganim tuzuk. Hey. Sen shundaq deganing bilan qudilanim deb o'ylab qala. Qandaq o'ylasa o'ylamamdi. Ular to'yni arzon qilib oldik deb xo'shib o'ltirishadigan-da haqiqatan. Bo'pti, to'yga o'tib ketdi. Avu chillig'iga qarang-a. Qizimizning aqlsizligidan bizning qilchilik inovatimizni qilmadi. Hey, bo'ldi-ku. Bir obdan bo'ldi-ku. Senza hech nimadan rozi bo'lmaydigan bo'lib ketib borsan-jimi? Balla baxtli bo'lsa bo'lmadimi? Bu bir hafta mashinani menga bering. G'uljidagi choyga shu mashin bilan boramiz. Mening sirt qilayotgan nurg'un savdo ishlarim batirsa, bordigan bo'lsang, aeroplanda bor. Oyt. Hamma odamning shuninga chami yetamdi. Men bir necha ayollarga kichik mashinamga silib, yo'l bo'yi o'ynataman deb va'da bergandim. Sen Hey. Ha, Hiliq kichik balaga siz bir muncha pulni buzib iyona qilsangiz, bo'ladi ekanmi? Men kelganda ichingiz og'riyapti-da. Mayra. Ha? Oktyabr bayramida 7 kun qo'ydi degan. Yurtga boradigan ishingizni qanday qilay deyapsiz? Yurtqa o'tdak bag'im batdi. Apam dadamlarmi yo'limga qarab turyotdi. Ammo Ümitni tashlab qo'yib ketishga ko'zim qiymayotdi. Davolash ketadigan pullarmi asosan yig'ilib bo'pti-ku. O balaning kesilimi xil yomon emas deyapsiz. Shundaq bo'lganda ekan, menga bering bo'lmasa. Yo'q, Farhod. O'ylab baqsam, yana bormay tursam yaxshi ekan. Ularga ro'y jihatdan madad beradigan menga o'xshash odam lozim. Ümit tezroq saqayib ketsa, xotirjam bo'lardim. Uyimdagilarga ahvolni tushundirsam, hargiz xafa bo'lmaydi. Shunga Ümit saqayib doktorxonadan chiqqicha qishida turaymikin deyman. Ammo ixtiyoringiz. Lekin za bir qancha kun orom edib olmasangiz bo'lmaydi. Necha kundan beri u yoq bu yoqqa qatirab yurib, bek charchab ketdingiz. Ümitga men qarab turay. Bizning ayliq Qatochaydikilar at g'uljig'i mangdi ekan. Qatochayni g'uljida o'tkazdigan bo'pti. Mayra, u Qatochaydan chiqib yaxshi qildingiz. Alvangdan o'qitildingiz. Bo'lmasa ular sizni zo'rlab g'uljiga billab baratdi. Shundaq bo'lganda Ümit qarayamaganni azab, nurg'un pullar buzib chechilatdi. Qandaq dedim? To'g'ri dedingiz, Farhod. Kunlarning birida shu ayollarmi choyni hashamatlik o'tkazganning ziynini tushunib qoladi. Shu chaqda meni apu qilishi mumkin. Hozir ularning ko'ziga hech nima ko'rinmaydi.
Ular faqat hayotni yaxshi yeb, yaxshi kiyish deb tushunadi. To'g'ri dedingiz. Xotirjam bo'ling, sizning oldingizga chiqadigan odam chiqib qolar. Bundaq bo'lsa mayli-da. Savr qilinglar. Siz mo savr qiling Gulzar qiz. Hamda o'lgandan keyin o'lib aqli bo'lmaydi. Bu dunyodan hammamiz ketamiz. Savr qilinglar. Tursunayning nazarisi qaysi kunga to'xtadi? Vallahi urug'ti qollar maslahatlashib Tursunayning nazarini o'tkazmaydi. Nazarga ketadigan xarajatni Tangnuri yetimlar maktabiga berishni o'ylashdik. Ko'pchilikning meni to'g'ri tushunishini umid qilaman. Nemishqa Dilbarning yolg'on yovdoq gaplariga ishinib ketgandiman. Nemishqa uningga 50 ming yuanni bergandiman. Endi bu pulni nereden olaman? Menga qip-qizil ziyon bo'ldi-ku. Doktor tog'a, Xo'sh. Xo'sh tog'a. Xo'sh Umidjon. Mana Umid. Siz bizga ko'p yordam qildingiz, Mayra muallim. Agar siz bo'lmagan bo'lsangiz, bolamning saqayishi mumkin emasdi. Hammasi maktabdagi muallimlarning, o'quvchilarning, jamiyatdagi saxovat egalarining yordamidan bo'ldi. Rahmat etish to'g'ri kelsa, shularga aytish kerak.